Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi video roligimizda bitta obunachimiz savol yo'llashgan, ya'ni 3 sotiximiz necha kvadrat metr bo'ladi? Shuni hisoblab bering deyishibdi. Ya'ni Mironshoh Oripov ismli obunachimiz. Xo'p, buni ko'pchilik biladi albatta, necha sotiga qanaqa kvadrat bo'lishini. Endi bilmaganlar uchun foydali ma'lumot bo'lib qoladi. Xo'p, bizda 1 metrga 1 metrlik joyimiz, 1 metrga 1 metrlik joyimiz 1 kvadrat hisoblanadi. Demak, o'zlaringni necha sotikligini o'zlaring bilib olishlaring mumkin. Xuddi shunga qarab turib. Endi 1 sotiximiz bizda 1 sotix joyimiz 1 sotix teng bo'ladi 100 metr kvadratga. 1 sotiximiz 100 metr kvadrat tashkil qiladi. Xo'p, buni bilasizlar. Endi 3 sotiximiz bizda bo'lishi mumkin 30 metrga 10 metrlik joyimiz, ya'ni umumiy maydonimiz 30 metr uzunasi, 10 metr eniga bo'ladigan bo'lsa, bizda 300 metr kvadratda tashkil qiladi. Ya'ni bu demak 1 sotiximiz bizda 100 metr kvadrat tashkil qilayotgan bo'lsa, 300 metr kvadratimiz bizda 3 sotixni tashkil qiladi. Xo'p, bilmagan obunachilarimiz albatta bu videoni ko'rib bemalol o'zlarining joylarini hisoblab olishlari mumkin. Bilganlar bo'lsa, buni albatta yaxshi bilasizlar. Sog' bo'lasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish albatta eslaringizdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.